Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Norinkapadagi obyektimizga romlarimizni o'rnatib keldik. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu obyektimizga chempionlar eshik 6000 triodan rom o'rnatib berganmiz. Oq oynada. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. To'g'rida ko'rib turgan eshigimiz chempion. Razmerlari 230 ga, balandligi 280 razmerda, ikki xonatli o'rtaga eshik, ikki tomonini gulxo'y panoramik qilib qo'yganmiz. Stuprina kompaniyasining sifatli ruchkalarini qo'yganmiz. Ishlashi juda ham zo'r. Bu eshiklarni ochish juda ham qulay. Tepadan, pastdan qilib addini ochish shart bo'lmaydi. O'rta qismidan ochilsa, ikkala tomon ochilaveradi bemalol. Yopilishlari juda ham yumshoq ishlaydi. Bu tomonga rom o'rnatib berganmiz. Romlarimiz hammasi bir xil razmerda bo'lgan. 220 ga 240 razmerda. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli chiqqan. Bu romlarimiz 6000 trioda qilingan. Oynalari oq oyna ishlatganmiz tashqi tomon rom uchun. Hozir ichkaridan ham ko'ramiz. Ikkita ochilish berganmiz. Ko'p ochilish shart emas deyishdi, chunki bittasini deylik, ikkalasini ochilsa, birinchidan havo kirib, ikkinchisidan chiqib aylanib turadi. Hozir ikki tomondan ham ko'rib chiqamiz. Ichkarida ham, ichki eshiklarga ham 6000 triodan rom eshiklarini chempiondan qilib berganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu ichkaridan ochilishi. Rottosving germanskiy ruchka, turechskiy mexanizm qo'yib berganmiz. Ishlashlari juda ham zo'r. Imzo romlarida ko'rishlaringiz mumkin, doimo sifatli rezina va sifatli mexanizm ishlatiladi. Ochganda ham, yopganda ham gips, rezinalari gips holati turadi. Shovqindan issiqdan izolyatsiyasi zo'r bo'ladi. Dvayniy mexanizm qo'yib berganmiz. Yengil havo aylanib turish uchun. Ikkita romda ochilish bo'lsa, ikkalasini ochib qo'yilsa, xonada havo aylanib turadi bir xilda. Bu chekkalarga ham ochish qilib berganmiz. Oltming triodan kattaroq panoramik qilib rom tayyorlaganimiz uchun uslinni qilib hammasini lakshali qilib qo'yganmiz. Baquvvatroq chiqishi uchun. Dizaynni ham chiroyli dizayn qilib chizib berganmiz. Hop, eshiklarimizni ichkari xonada bo'lgani uchun besparok qilganmiz. Tagida parogi yo'q. Parket terilganda bir xil teriladi. Oyoq urilmasdan o'tib ketilishi mumkin. Tagi qismida cho'tkalik bo'ladi. Tagida chang o'rnab qolmaydi. O'zi tagini tozalab turadi ochayotganda. Juda ham zo'r chiqqan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da ko'proq ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Murojaat uchun 50 882 0077 yoki 94 336 0330 raqamlariga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab qo'shni respublikalarga ham albatta xizmat ko'rsatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat katta.